Assalomu alaykum AI muxlislari. Bugun sizlar bilan Sher Muhammad ChatGPTni yangi rasm generatsiya qiluvchi modeli GPT Image 2.0 haqida gaplashamiz. Mani o'ylashimcha bu model Nano Bananani prosta buzib o'tib ketdi. Mani fikrimcha, albatta, balki o'zingizlar sinab ko'rgan bo'lsangiz izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Menga bu juda ham qiziq. Xo'p, biz davom etamiz. Bu model bizga nimani va'da beryapti? Xo'p, buni aytish bo'yicha, ChatGPTni aytish bo'yicha bu juda ham katta obnovlение va bu yanada tezroq, yanada kreativ va yanada yaxshi detalni yondashgan holatda bizga rasm generatsiya qilib berar ekan. Xo'p, demak biz davom etamiz. Ya'ni biz rasmimizni oddiy, misol uchun qanaqadir dokumentga moslashtirilgan holatdagi portret ko'rinishida rasmga aylantirishimiz mumkin yoki orqa backgroundlarni o'chirib o'zimiz xohlagan o'zgartirishlarni bemalol kiritishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingi bizga va'da berayotgan narsasi shuki, komikslar yoki taklifnoma kartochkalari, ya'ni o'sha bizada unchalik ommalashmagan, uni chet ellarda, ya'ni Yevropalarda browser card degan narsa bor. Shu kabi narsalarni ham yaratish mumkin ekan. Hattoki bizga aynan bizga kerakli narsa hisoblanuvchi event invitation, ya'ni taklifnomalar, o'sha to'ylarga, tug'ilgan kun va hokazo shunaqangi tadbirlarga taklifnomalar ham yaratishingiz mumkin ekan. Hop, navbatdagi bizga berayotgan va'dasi infografika va diagramma ko'rinishidagi vizuallar ham chiqarishimiz mumkin ekan. Ya'ni qanaqadir sizda bitta detal bor, deylik, telefon, aynan shu telefonni siz yuborib, mana shu shablon asosidagi promptingizni jo'natadigan bo'lsangiz, o'sha telefonni o'lchamlari yondan, to'g'ridan va hokazo ko'rinishdan o'lchamlarini aniq ko'rsatgan holatda sizga chiroyli vizualdagi rasmni generatsiya qilib beradi. Xo'p, demak biz berayotgan va'dalarni o'qib chiqdik. Endi biz uni qanaqangi bizga imkoniyatda taqdim etishini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda ChatGPT ga kirganingizda image, mana bu yerda plus tugmasini bossangiz, create image tugmasini bosasiz va mana bu joyda o'zingizga kerakli bo'lgan o'lchamlarni ham tanlashingiz mumkin. Bu square, ya'ni 1:1 razmer, ya'ni bu kvadrat ko'rinishda, portret 3:4, hozir Instagramni razmeri aynan mana shu 3:4 portret ko'rinishda belgilangan. Story, bu storiesga mo'ljallangan yoki reels format, rasm format hisoblanadi. Landscape bo'ladigan bo'lsa, bu ham unchalik ommalashmagan, uni ko'proq buni adashmasam Telegramda ko'pchilik ishlatadi, ya'ni 4:3 razmer. Va oxirgisi widescreen 16:9, ya'ni bu YouTube obloshkalar, YouTube formatdagi rasmlarni generatsiya qilishingiz mumkin. Xo'p, biz avto formatida qoldiramiz. Bu unchalik muhim narsa emas. O'zingizga keyinchalik agar rasm generatsiya qilmoqchi bo'lganingizda, o'zingizga mos bo'lgan razmerlarni tanlab rasm generatsiya qilishingiz mumkin. Demak, biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, tayyor prompt shablonlarini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda animal infografik, ya'ni qanaqadir hayvon to'g'risidagi tana a'zolari haqidagi bitta infografik dizayn yaratishingiz mumkin ekan. Yoki mana agar siz food blogger bo'ladigan bo'lsangiz, Instagram sahifangizga qanaqadir bitta taom yoki shirinlikka o'sha qanaqa masalliqlar bo'yicha tayyorlanganligini chiroyli vizualda ko'rsatib, dizaynini tayyorlab, bemalol post qilib joylashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ularni hozir ba'zilarini sinab ko'ramiz. Demak, blueprint poster, ya'ni bu ko'proq arxitektorlarga, menimcha o'ylaymanki, mos tushadigan prompt, ya'ni shablon hisoblanadi. Hozir uni sinab ko'ramiz. Demak, mana bu bitta kubik bor ekan, ana shu kubik asosida biz hozir ishlatib ko'ramiz. Demak, bizda rasmimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, xuddi shu aynan yuklagan Lego ko'rinishidagi kubikka bizga infografik dizaynini tayyorlab berdi. O'lchamlari, bo'yiga qancha va hokazo xarakteristikalarni aniq ko'rsatgan holatda bizga tayyor infografik dizaynni tayyorlab berdi. Buni istalgan bitta obyekt ko'rinishida bemalol ishlashingiz mumkin. Yanada aniqroq yondashishingiz mumkinki, mana bu o'lchamlarni o'zingiz ixtiyoriy aniq bo'lgan o'lchamlarni ham ko'rsatib, yanada chiroyli vizualga ega bo'lishingiz mumkin. Va navbatdagi tayyor shablonlardan menga eng yoqqani bu icon design, ya'ni mana shu prompt orqali siz, misol deylik, siz grafik dizaynersiz, logotip bo'yicha ishlayapsiz, ya'ni mijozingizga turli variantlarni ko'rsatish uchun aynan juda ham asqotadigan o'tadigan yoki o'zingiz ilhomlanishingiz uchun kerak bo'ladigan shablon deb hisoblayman. Hozir o'zingizlar buni guvohi bo'lasizlar. Demak, biz tayyor shablonimizni, ya'ni promptimizni joylashtirib olib, o'zimizga yoqqan qanaqadir biron bir logotip ko'rinishini joylashtirib yuboradigan bo'lsak, bizga turli ideyalarni, ya'ni turli mana shu logoga o'xshash turli holatlarni bizga ilhomlanishimiz uchun turli variantlar bizga taqdim etadi. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bizga ushbu logodan ilhomlangan holatda turli variantlarni taqdim etyapti. Bu juda ham logotip dizaynerlarga aynan juda ham asqotuvchi instrument deb hisoblayman. Xo'p, biz davom etamiz. Navbatdagi bizda shablonimiz
komiks yoki anime formatdagi o'zingizni rasmlaringizni yoki o'zingiz ixtiyoringizdagi bitta multfilm qahramonlarini ham yaratishingiz mumkin. Bu aslida boshqa modellarda ham bor narsa edi. Umuman olganda bu ko'pchilikka yangilik emas. Va navbatdagi bizda tayyor shablonimiz bu Enhance Photos shabloni, ya'ni hozir Instagramda trend bo'layotgan eski rasmlarni yuqori sifatli darajaga ko'tarish bo'yicha videolar qilinyapti. Aynan shu vazifani bajaruvchi qisqa tayyor prompt ham bor ekan. Buni shunchaki shablonini tanlaymiz va o'zimizga kerakli bo'lgan rasmimizni yuklab, biza o'zimizga kerakli bo'lgan natijani olishimiz mumkin. Demak, navbatdagi bizda tayyor shablonimizdan Fix Lighting shabloni, ya'ni siz qanaqadir bir qorong'uroq xonada yoki yorug'lik uncha yaxshi tushmagan bitta rasmingiz bor. Ana shu rasmingizni yorug'ligini yanada sozlash, yanada yaxshilash uchun ushbu shablondan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun hozir mana o'zimning rasmimdan misol qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu yuz qismida unchalik yorug'lik uncha yaxshi tushmagan. Hozir buni ushbu prompt yordamida yanada qanaqa shaklda bizga tayyorlab berishini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda ko'rib turganingizdek, rasmimiz tayyor. Ko'rib turganingizdek, yuz qismiga yorug'likni yaxshilagan holatda bizga natijani taqdim etadi. Farqini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda juda ham yaxshi bir tayyor shablon funksiyasi. Umuman olganda ChatGPTning Image 2 modeli juda ham zo'r, menga yaxshi taassurotlar qoldirdi. Umuman olganda Nano Bananadan qaysidir tomonlama yaxshiroq bizga natijani beryapti. Xudo xolasa keyingi videolarda aynan shu Nano Banana va Image 2.0, ya'ni ChatGPTning ushbu modellarini solishtirgan holatda video qilishga harakat qilaman, xudo xolasa. Demak, hozir esa men sizlarga probniy shaklda oddiy prompt bilan qanaqangi bir ishlar qilish mumkinligi haqida demak sizlarga ma'lumot beraman. Demak, men misol uchun deylik, grafik dizaynerman, menga qanaqadir o'quv markazidan Instagram poster uchun menga zakaz tushdi. Ana shu posterni yaratishim uchun men qanaqa prompt yozishim kerak? Misol uchun deylik, o'quv markazi uchun IT kurslariga 25% chegirma e'loni uchun Instagram ijtimoiy tarmog'iga moslab poster dizayn tayyorla. Undagi asosiy ranglar ko'k va sariq bo'lsin. Misol uchun qanaqadir yozuvlar, o'zingiz xohlagan bir misol uchun o'quv markazini logotipi bo'ladi yoki o'quv markazining nomi bo'lsa, o'shalarni ham ko'rsatgan holatda aytishingiz mumkinki, posterda referensini yuklagan. Referens degani bu o'sha siz yuklagan logotipi namunasi. Posterda referensi yuklangan o'quv markazi logotipi posterning yuqori o'ng burchagida joylansin. Logotip va devor, ya'ni posteri devor qismi, ya'ni chetlarida, devor orasida havoga joy qolsin. Ya'ni havoga joy qolsin degani yopishib qolmasin degan ma'noda unga buyruq beraman. Telefon raqami CTA degani bu call to action, ya'ni siz call to action degani harakatga chorlash, ya'ni mijozlarni harakatga chorlash. Mana shu nomerga qo'ng'iroq qiling degan ma'nodagi buyruq shaklidagi bitta yozuv bo'lishi kerak degan ma'noda unga buyruq beraman. Telefon raqami CTA ko'rinishida ushbu raqam yozilsin. Umuman olganda men hozirlarga mana shunaqangi oddiy, unchalik chuqurlashmagan holatdagi qanaqa ko'rinishda bizga poster yaratib berishini ko'rsatmoqchiman. Agar siz yanada chuqurlashib juda ham detalni yozadigan bo'lsangiz, siz o'ylagan natijani o'ylaymanki 90%, 95% olasiz. Hozir mana oddiygina prompt bilan sizlar bilan sinab ko'ramiz. Demak, rasmimiz tayyor bo'lguncha men o'zimni AI bo'yicha yopiq guruhim haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu guruhda sizlar hozirgi kungacha 13 ta darslik joylandi. Ushbu darsliklarni mana bu ro'yxatda ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin ham xudo xolasa davomiy shaklda yana boshqa darsliklar joylanishi rejalashtirilgan. Agar siz ham AI bo'yicha yuqori darajali sifatli kontentlar yaratishni xohlasangiz, quyidagi Telegram manzili orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Men sizga o'zim to'liq ma'lumotni taqdim etaman. Demak, bizda posterimiz tayyor. O'ylaymanki, juda ham uncha grafik dizayner qila olmaydigan ko'rinishdagi bizda vizual tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, o'zi men yozmagan yozuvlarni ham qo'shib ketganini ko'rishingiz mumkin. Agar biz mana shu kurslarni o'zimiz ixtiyoriy ravishda ko'rsatganimiz, u ana shularni ko'rsatgan bo'lardi. Lekin bu o'zini ixtiyoridagi IT kurslarni
ixtiyoriy ravishda ko'rsatgan holatda bizga natijani taqdim etyapti. Mana bu yerda qo'shimchasiga yana qanaqangi ushbu o'quv markazini plyus tomonlarini ham ko'rsatib ketganini ko'rishimiz mumkin. Mana IT sohasiga mos detallar 25% chegirma, umuman olganda просто bomba. Esingizda bo'lsa, men prompt aytgandimki, posterda referens yuklangan o'quv markazi logotipi degandim, lekin men logotipni joylash esdan chiqib qolgani uchun mana bu joyda o'zi ixtiyoriy bitta logotipni joylashtirganini ko'rishimiz mumkin va aytgandimki, devor orasida havo bo'lsin, ya'ni yopishib turmasin degan ma'noda ham menga buyruq bergan. Ko'rib turganingizdek, juda ham sifatli darajada bizga natijani taqdim etyapti. Va nomerimiz ham xuddi shu nomer. Juda ham men o'ylaymanki, bu juda ham super. Nano banana bunaqangi darajada men o'zim oldin ham ishlatib ko'rganim uchun bilamanki, bu darajada bizga natijani qilib bermagandi. GPT ni bu modeli bo'lsa, просто revolution qilyapti. Xullas o'rtoqlar, sizlar bilan bugun GPT ni ImageQ modelini ko'rib chiqdik. Xudo xolasa keyingi videolarda aynan shu model va nano bananani solishtirgan holatda video ishlab chiqaman. Sizlar bo'lsa like va izohinglarni ayamanglar. Xudo xolasa birgalikda rivojlanamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.